Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Keling, sizlar bilan "Din insonning ichiga kiradimi?" degan mavzuda shifokorning fikrini eshitib ko'ramiz. Qani, din insonning ichiga kiradimi? Boshlaymiz. Mavzuga o'tishdan oldin sizlarga bitta videoni ko'rsatmoqchiman. Yo'q, 3 kun hozir chiqishim kerak. Haydi. Shayton men chiqargan yo'llarni sanab tasar to'g'ri tushsin. Agar tez tushsa, mayli. Men Allohdan qat'iy iymon keltirdim. Mayli. Iymon keltirgan bo'lsang, iymon shartlaridan biri. Tavba shartlaridan biri hozirda o'zida masalani tarkibi chiqib ketdi. Videoda ko'rganingiz bu xalqimiz tomonidan juda ham ko'p qilinadigan ishlardan biri, ya'ni jin chiqarish Emas, ko'pchilik o'zini jinkash deb hisoblayapti. Internet tarmog'ida juda ko'p kelyapti. amaliyoti. Xo'p, mana shu amaliyot qanchalik to'g'ri? Bugun mana shu haqida gaplashamiz. To'g'ri fikrni olib chiqibsiz. Albatta bu narsada ilmiy haqiqatlarni bilish biz uchun ham qiziq. Va hozir aytilayotgan gaplarning hammasi bu meni shaxsiy subyektiv fikrlarim. Bu sizning fikrlaringiz bo'lsa, bu yerda bizning ham fikrlarimiz tug'ilishi tabiiy. Buni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz. Bu hozir aytilayotgan fikrlar. Hammasi bu mening ham subyektiv. Bu amaliyot nafaqat xalqimizda, balki boshqa dinlarda ham, boshqa millatlarda ham azaldan mavjud. Aynan din so'zi bo'lmasa ham ularda yovuz ruh deb tasvirlanadi. Keyin shayton, bu haqida juda ko'p kinolar ham ishlangan Yevropa manbalarida. Ya'ni insoniyat bor ekanki, o'zini aqli yetmagan narsani ilohiy sanaydi. Ya'ni insoniyatga Hop. Bu fikrga keladigan bo'lsak, to'g'ri. Qanchalik insonning aqli yetib borgan sari ilohiy sanaydigan narsalari shunchalik chuqurlashib ketaveradi. Ilohiy e'tiqod ham aqlni hech qachon inkor etmaydi. sababi ko'rinmasa, insoniyat bu narsa nimadan kelib chiqqanini tushunmasa, biron bir narsani uni ilohiy sanaydi. Buni o'tmishdan bilishingiz mumkin. Masalan, To'g'ri, uni ilohiy sanaydi, lekin uni tushungan sari, o'sha narsani tushungan sari mana shu ilohiy sanaydigan narsalar yo'qolib ketmaydi, balki kengayib, chuqurlashib boradi. Buni ham hozirgi tajribalardan tushunib bilib borishingiz mumkin. shu dengizlarga sig'inish, olovlarga sig'inish, quyoshlarga sig'inish, chaqmoqqa sig'inish, bular insoniyatni aqli yetmagani uchun ilohiy ko'ringan. Bu narsalar insonlarning aqli yetmaganligi bir tarafdan, ikkinchi tarafdan nimadirga sig'inishga moyil. Albatta bu narsani to'g'riligini topish uchun unga ilm yordam beradi. Insoniyat qanchalik bu narsani bilib borgani sari, bu narsani ilohiy emasligini bilib borgan. Qabulimga kelayotgan bemorlarda ko'pchiligida shu holat kuzatiladi. Ya'ni psixoterapevtgacha kelguncha jin chiqarish, o'qitish, boshqa hech qanaqa amaliyotdan biri qolmagan bo'ladi. Hammasiga borib ko'rishgan bo'ladi. Ilmiyotda bu narsa bormi? Ilm-fan bu narsani tasdiqlamaydi. Albatta tasdiqlamaydi. Ilm-fanda bu narsa yo'q. Ilm-fan bu moddiy narsaga tayanadi. Ya'ni ko'rib, ko'rinadigan, ushlab biladigan narsalarga tayanadi. Qur'oni Karimda jinlar haqida aytilgan. Jin surasi ham bor yoki jindan himoya qiluvchi Falaq, Nos suralar ham bu nozil bo'lgan. Masalaning ma'quligi ham shu yerda. Nevroz bu haqiqatdan jinlar ta'siridan rivojlanadimi? Yoki bu haqiqiy tibbiy psixologik kasallikmi? O'z jinlarni qanaqa insonga ta'siri bor? Nevroz jinlar orqali ham bo'lishi mumkin, u balki travmalar orqali ham bo'lishi mumkin. Yana bir bor aytaman, bu meni shaxsiy subyektiv fikrim. Ba'zi bir bemorlar Yana bir bor aytaman, men ham bu mening shaxsiy fikrim. Bu narsani to'g'ri tushunasizlar. Agarda biror joyda xatolik bo'lsa, to'g'rilab ketasizlar degan umid. bilan ishlaganman, shunaqa holat bo'lyapti. Jin kirdi deb miyasiga o'tirib qolgan. Ya'ni ichimdan hozir chiqib ketaman degandek fikrlar keladi deyshadi. Va ular bilan surishtiruv qilganimda
aynan mana shu jinlarga ishonadigan insonlar bo'lib chiqyapti. Yana ba'zi birlari borki, bu miyasida bo'lmagan jin haqidagi fikr uydagilari jin chiqarish uchun domlaga olib borishgan yoki mana shunaqa jinkash ayrim mutaxassislarga olib borishgan. Mana shundan so'ng insonning fikrida jin paydo bo'lib qolgan. Ungacha jin yo'q edi, deyapti. Bu narsalar psixologiyaga ham oidda. Chunki hozirgi kunda ko'p e'tibor qaratamiz. Masalan, internetdan reklamalar keladi, boshqa narsalar keladi. Hozir mana shu jin chiqaradiganlar onlayn ish tartibiga o'tib qolishgan. Kuzatgan vaqtlarimda mana shu jin chiqaradiganlarni savol-javob qiladi-da. Mana shu joyingiz og'riydimi desa, keyin mana shu joyim og'riydi, shunaqa bo'ladi desa, u yerda eshitib turgan odamga ham savol tug'iladi. Mana shu yerimda og'riq bor-da. Demak menga jin kirgan, bir o'qitib ko'raychi, bir unaqa qilib ko'raychi deydi. Keyin u Ismatoncha aka deb oldiga boradi, bitta akani. Keyin u aka keling deydi. Deydi. O'qiydi, pulini oladi. Keyin yaxshi bo'lyapsizmi desa, u odamda psixический shunaqa narsa bor-da. U tasavvurida mana shu joyda og'riqni tasavvur qildi. O'zi ozroq tabiiy og'riq bo'lishi mumkin. U deyarli bilinar-bilinmas. Mana shuni og'riq bor deb tasavvur qildi-da, buni yechimi mana shu insonda deb ko'rdi va psixologiya uni mana shunga tayyorladi. Demak, men yengil bo'ldim. Sizni qo'lingiz zo'r. Mana shunaqa fikrlaydi ko'pchilik. Va bu holat aynan mana shu narsalarga ishonadigan odamlarda kuzatilyapti. Ishonmaydigan odamlarda kuzatilmaydi. Endi ishonmaydigan odamlar farqiga bormasligi ham mumkin. Mana shu narsani ishonmaydigan odamlar farqiga bormasligi ham mumkin. Buni to'g'ri tushunish kerak va to'g'ri nima deydi? Analiz qila olish kerak. Nimadan bo'lyapti? Uni ham belgilari bor, buni ham belgilari bor. Albatta, mana shu narsalarga qarab bir yo'nalishni tutish kerak. Jinga ishonmaydigan odamlarni hali ko'rmadim bu narsaga jin bilan kelishganini. Ya'ni ratsional fikrlaydigan insonlarda bu narsa kuzatilmayapti. Men hozirgi Xuddi shu hozir aytganimdek, bu narsa insonni ongi boshqaradi. O'zingiz mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz bu narsani. Odam o'zi miyasiga bir narsani beraverganidan keyin o'sha narsaga o'tirib qoladi. Shunday deb o'ylaydi. Masalan, jin kirdi deb o'ylagan odam sizni oldingizga kelishib, bu